Diqqat! Qalblarni larzaga soluvchi yana bir noxush xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli aktrisa Muqaddas Xoliqova haqida hozirgina shoshilinch xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek teatr va kino san'atining taniqli vakili, o'zining rang-barang obrazlari bilan tomoshabinlar ko'nglidan joy olgan O'zbekiston xalq artisti Muqaddas Xoliqova 14-aprel kuni 66 yoshni qarshiladi. San'atdagi ko'p yillik faoliyati davomida 100 dan ziyod rollarni ijro etgan aktrisa nafaqat ijodda, balki hayotda ham murakkab va mazmunli yo'lni bosib o'tgan. Aktrisaning tavalludi munosabati bilan uning hayot va ijod yo'liga nazar tashlaymiz. Taniqli aktrisa Muqaddas Xoliqova 1960-yil 14-aprelda Toshkent shahrining Olmazor tumanida tavallud topgan. Oila kenjasi bo'lib, uning bir akasi bo'lgan. Sho'x qizaloq bo'lganman. Aktrisa bolalik chog'lari juda sho'x bo'lgani, hatto 1-2 haftada onasi u sindirgan deraza oynalari uchun maktabga pul to'lashga majbur bo'lganini eslaydi. Shunga qaramay Muqaddas Xoliqova fanlarni yaxshi o'zlashtirgan va darsdan so'ng teatr to'garagiga qatnashgan ham ulgurgan. Maktabda yaxshi o'qirdim. Imkon qadar uch baho olmaslikka harakat qilganman. Darslardan keyin to'garakka borardim. Ba'zan darslarim ko'payib ketsa, to'garagim borligi esimdan chiqib qolardi. Gohida esa charchab uyga ketib qolardim. Bir kuni to'garakda spektakl topshirishimiz kerak ekan. Shunda to'garakdagilar maktabimni, direktorimni topib, meni so'rab kelishibdi. Direktorimizning o'zi meni qidirib topib, spektaklim borligini aytib, darsdan chiqarib yuborgan. Shu bilan hamma sinfdoshlarim teatr to'garagiga borishimni bilib qolishgan. O'sha kundan to maktabni bitirgunimgacha aktrisa bo'lasanmi? Sen u yerga olishmaydi. Bo'ying uzunligini qara deb ustimdan kulib yurishardi. Onasining jasorati va oilaviy qiyinchiliklar. 9 yoshimda otam vafot etgan. Onam 32 yoshida beva qoldi. Men 12 akam, 16 yoshligimizda ammam, dadamning opasi onamga sovchi topib kelgan. Ichkari uyda hamma yig'ilgan. Fotiha bo'layotgan paytda tashqaridagi kichkina zinada akam ikkimiz o'tirganmiz. Akamdan bu kishini endi dada deymizmi deb so'rasam, akam jinnimisan? U odam bizga dada emas-ku dedi. Ikkimiz shunday gaplashib o'tirgan joyimizda onam nimadir bo'lib choynakni ko'tarib oldimizdan o'tib qolibdi. Biz aka singil buni sezmay qolibmiz. Onam esa gapimizni eshitib qolgan ekan. So'ng ammamning oldiga kirib, qayta turmushga chiqmasligini aytib, Fotihani qaytarishni so'ragan ekan. Onam o'z hayotini o'ylamay 2 farzandining o'gay ota qo'lida qolmasligini tanladi. Biz o'sha paytda yosh bo'lganimiz. Onam turmushga chiqmay yonimizda qolganidan faqat xursand bo'lganmiz. Oblava va tuproqqa qorilgan mehnat. Otamni yo'qotganimizdan so'ng qiyinchilik ko'rganimizni bilmayman-u, lekin onam bilan erta tongda turishlarimiz yodimda. Men yarim mudroq holatda qo'limni yog'lab perashka tugardim. Onam esa ularni qovurardi. Soat 8 bo'lguniga qadar bir tog'ora perashka tayyor bo'lardi-da, so'ng ularni sotardik. Har kuni savdomiz yaxshi bo'lardi. Qaysidir kuni perashka sotadigan joyim ret bo'layotgan ekan. Boshida buni bilmabman, lekin mardikorlar u yoqqa tushma qizim, oblava bo'lyapti deb baqirishdi. Men oblava nimaligini so'rasam, ular militsiya quvlayapti, hammamiz qochyapmiz, bo'lmasa ushlab ketishadi deyishdi. Bu gaplarga parvo qilmay tog'orani yerga qo'yishim bilan bir formali odam keldi-yu, kechasi bilan uxlamasdan tayyorlagan perashkalarimni tog'orasi bilan ag'darib yerga sochib yubordi. So'ng alyumin tog'oramni ustiga etigi bilan tepib pachoqladi. Shunda uning yuziga qarab, nimaga piroshkilarimni tuproqqa bulg'adingiz? Sotmagan taqdirimda ham 3 kun yerdim bularni. 3 kun qornim tuyardi-ku deganman. Haligacha o'sha odamning qilgan ishi ko'z oldimdan ketmaydi. O'zbekiston xalq artistining Amoni haqida. Dadam yurak parogi bo'lgani uchun tez-tez shifoxonaga yotib davolanardi.
Bir kuni ularni ko'rgani borganimda shifoxona oshpazining kuchugi tuqqanini, agar ertaga ham kelsam bittasini menga berishlarini aytdilar. 8 yoshli qizcha edim. Ertasi kuni bir o'zim kasalxonaga borib kuchukni oldimda dadamning oldiga kirmay xabar olmay uyga qaytib ketibman. Yillar o'tgandan keyin o'zim ham farzandli bo'ldim. Bir kuni xonada o'tirsam bolam men tomonga kelayotib, so'ng o'z xonasiga burilib ketganida otamning o'shandagi ahvoli qanday bo'lganini beixtiyor o'yladim. O'shanda dadam mendan xafa bo'lgan ekan. Bu narsa keyinchalik menga katta armon bo'lib qoldi. O'sha kuchuk bilan tushgan rasmim ham bor. Har safar uni ko'rganimda shu armonim yodimga tushaveradi. San'at institutiga kirib, sinfdoshlarimga o'qishga kira olishimni isbotlaganman. Maktabni bitirgach, Muqaddas Xoliqova teatr to'garagidagi ustozi yordamida teatr institutiga hujjat topshiradi. Garchi tengdoshlarining gaplaridan so'ng o'ziga bo'lgan ishonchi biroz so'ngan bo'lsa-da, imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib, o'qishga qabul qilinadi. Teatrga kelishimga tog'amning o'g'li sabab bo'lgan. Teatrga kelib ijod qilishimga tog'amning o'g'li, shu Afzal aka sabab bo'lgan. U inson sahna ustasi edi. Shu Afzal akam Bahodir Yo'ldoshevning oldiga borib, "Jiyanim san'at yo'nalishini tamomladi. Bir ko'rasizmi?" deganida Bahodir Yo'ldoshevdek buyuk inson oddiy sahna ustasining gapini yerda qoldirmay, "Mayli, eshitib ko'ramiz, olib keling" degan ekan. Meni ko'rgan kunining o'zidayoq kelajagi bor ekan, faqat oldagi 4 tishini almashtirsin degan. Chunki u paytda tishlarim tilla edi. Tan olish kerak, rahmatli Bahodir aka hech bir kibrsiz inson bo'lgan, hattoki bir ustaning gapiga quloq solib ko'rikdan o'tkazgan. Kasbiy muvaffaqiyat va kechikkan shaxsiy hayot haqida. Aktrisa san'atidagi 30 yillik ijodi davomida 100 ga yaqin xarakterli obrazlarni yaratadi. Dramaturg Erkin Xushvaqtov aynan shunga bag'ishlab yozgan Ko'ngil spektakli 500 marta, Andishali kelin esa 1000 marta sahnaga qo'yildi. Tanlagan kasbimdan topganlarim o'zimniki-yu, yo'qotganlarim meniki emas ekan. Boy berganlarimga achinmayman. Aslida juda kech turmushga chiqqanman. Sababi o'zbek millatida san'atkorga nisbatan qarashlar nozikroq bo'ladi. Shuning uchun san'atni tushunadigan insonni kutganman. Har kuzda arava bilan uyga bozorlik tashib, mahalladan o'tardim. Shunda qo'shnilarim, "Ha Muqaddas, arava yetaklab qolibsan, to'y boshladingmi?" deyishardi. Men hamma bo'sh kelmay, "Ha, o'zim boshlasam bo'lmas ekan" derdim. Aktrisaning 38 yoshli va qizil Jiguli tarixi haqida. Kuniga 2 tadan kelin salom, challari, tadbirlarim bo'ladigan, qo'l-qo'lga tegmaydigan darajada baland syomkalarimiz ko'p bo'lgan paytda qizil Jigulimiz bo'lardi. Shunaqangi barakali avtomobil ediki, turmush o'rtog'im menga qulay bo'lsin deb bir tugma bilan oynasi tushadigan, yana bir tugma bilan yukxonasi ochiladigan qilib bergan edi. Hozirgacha o'sha qizil Jiguli avtomobil menga 38 yoshimni eng chiroyli onlarini eslatadi. Aktrisa akam va onamni yo'qotganimda infarkt bo'ldim. Kasbiy muvaffaqiyat ortidan moliyaviy erkinlikka erishgan aktrisaning hayotida birin-ketin og'ir judoliklar yuz bera boshladi. Yo'qotishlar uning sog'ligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmadi. 2010-yilda akam va onamni yo'qotganimda infarkt bo'ldim. Keyin to'satdan turmush o'rtog'imning ko'zlari ko'rmay qoldi. O'shanda siqilib infarkt bo'ldim. 3-xurujni dadasi o'tganlarda boshdan kechirdim. Men ko'nikuvchan sabrli odamman. Bunaqa narsalarga, hayotga nolimasdan qarayman. O'zimcha o'ylayman, sabrim hayotimdagi katta yutug'imdir, deydi aktrisa. Muqaddas Xoliqova kasalxonada yotgan paytida marhum onasi bilan suhbatlashgani haqida ham aytib o'tdi. O'lim rosa oson, zo'r ketish. Kasal bo'lib qolganimda buni yaqqol his qilganman, deydi aktrisa.